BMW X7 kubi akam juda ham zo'r narxda srochniga qo'yamizni 2023-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha 29000 kilometr masofa bosib o'tgan. Yetmaganiga borib kuzov полностью broneplyonka bilan qoplangan. Eng zo'ri mana ichki salonni qarang. Qoraga qora 3 ta qatorli 7 ta o'rindiq bilan jihozlangan. Remellariga kerak bo'lsa M strochkalar tushirib qo'yilgan 4 klimat kontrol. Gap yo'q. Raznashroki R23-yilli katta diskalar turibdi. Gap yo'q, lekin boru Harman Kardon akustika, multimediya roli, head-up display, podstakanniklarimizni istadi sovutadi va albatta pnevmopodveska. Patologlari полностью ko'rishingiz mumkin Alicantara. Chetda o'zingizni like qizartirib qo'ying. Hammamizga kamida shunaqa avtomobilda sovg'a qilib haydab yurish nasib qilsa. Bizning Telegram sahifamizga obuna bo'lib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib shunaqa markalarni ko'rsangiz bo'ladi. Gap yo'q, avtomobilimizda M paket 2023-yil ishlab chiqarilgan. Ko'ros Xrustal farlarda gap yo'q. Narxi vashsh keladi. 123500 ga bosib olsangiz bo'ladi. 29000 yurgan shikalat полностью broneplyonka qilib qo'yilgan. X7 bosib olayotgan. O'zingiz fikringizni ham kommentariyada qoldiring. Sizga ko'proq X7 yoqadimi yoki GLS 450?